Assalomu alaykum hammaga hurmatli Oksigen Sel kanalimizdan obunachilar. Bugun Oksigen Sel garderobimizga sizlar uchun juda ham old, jirni bo'lgan akkauntlardan bittasini olib kelib qo'yganman. Bu akkauntimizdan sizlarga qisqa muddat ichida chiroyli va qisqacha qilib obzor qilib o'tib ketishga harakat qilaman. Har doimgidek boshlaydigan joyimiz bu. Kolleksiya levelimiz ko'rib turganinglarda 69-levelda ekan kolleksiya levelimiz. Endi sizlarni bu akkauntimizdan inventariga olib o'taman. Inventarimizda naqd 6 ta ultimateimiz bor. Bu yerda 4 ta, yana bu yerda 2 ta bosh kiyimimizga. Xo'p, akkauntimizda naqd 6 ta X suit bor. Bulardan bittasi Poseidonimizni xo'p 5-levelda ekan. Xo'p, bu yerda yana qolgan mifiklarni ko'rishingiz mumkin. X kostyumlarni yana alohida ko'rsatib o'tib ketaman. Marskoy Zimey degan xo'p mifigimizni bu yerda sariq mumiyamiz legendarniy qolgan mifiklarni ko'rishingiz mumkin. Mifiklarimiz vasha tugagisi kelmayapti. Shlemlarimizda naqd xo'p 5 ta mifik shlemimizni bosh kiyimlarimizdan ko'ryapsizlar. Bu yerda mifiklarimizni, ochkilarimizni, maskalarimizni, tepa setlarimizni ko'rsatib o'tib ketaman tez sizlarga. Ryukzaklarimizda naqd 7 tasi mifik. Bu yerda pastki setlarimizni, garajimizda hurmatli obunachilar 2 ta sport karimiz bor. Bu yerda uvozlarini ko'rsatib o'tib ketaman. Sedanimizga naqd SSC Tuatri sport karidan 2 ta bor. Prosta kirib mazza qilib o'ynaydigan akkauntlardan bittasi. Bagimizga bu yerda 5 ta mifik forge material, bitta katta material, 4-sezon sochi. Xo'p, sochi bilan yuzi, kasichkamizda bor akkauntimizda. Xo'p, yana xo'p, endi hammaga qiziq bo'lgan joy akkauntimizni sizlarni xo'p, laboratoriyasiga olib o'taman. Laboratoriyamizda 52 ta prokachkamiz bo'lib, bulardan 5 ta 416 ga prokachkamiz bor. Lednikimizda full, guruvimizda full, suli 416 4-level, bu yerda yo'lbarsi 416 va yangi chiqqan 416 ham full variant ekan. Bu yerda qolgan prokachkalarni tez ko'rsatib o'tib ketaman. Tikva Skarelimiz 4-level, Vektorimiz 3-level. Xo'p, Pony Berilimiz 4-level, Uzimiz 4-level, bu yerda AVM Godzillamiz 4-level. Xo'p, bu yerda Kuragovor Жизни M24 4-levelda ekan. Skоворodkamiz bor, bu yerda Vektorimiz 4-levelda. Xo'p, MKshkamiz 4-levelda, bu yerda yana qolgan prokachkalarni ko'rib turibsizlar. Akkauntimizdan narxi hurmatli obunachilar, xo'p 4,5 million so'm akkauntimizdan variantga bo'lib to'lashga qilib beramiz. 1 oygacha bo'lib to'lash bor. Akkauntimizdan to'liq obzori bilan narxini Telegram kanalimizga qo'yamiz. Telegram kanalimizga hozir qanaqa o'tish ko'rsatib o'tib ketaman tez sizlarga. Bu yerdan chiqib Instagramga o'tamiz. Instagramga poistga kirib Oksigen Sel deb yozsanglar, основной akkauntimiz chiqib keladi. Shu yerda silkani ustiga bosib, katta savdoni ustiga bossanglar, katta Telegram kanalimizga o'tib boradi. Shu yerda akkauntimizning narxi bilan полный obzorini ko'rishingiz mumkin. Hammaga kattakon rahmat, sizlar bilan Oksigen Sel kanali bo'ldi.